Yo do'stlar, bog'chadamiz. Xo'p, bog'chamizda hammasi bo'lib nechta shit bor? Bu ikkinchi etaj hozir. Ikkinchi etaj uchun shit, shu zdaniya uchun hamma guruhlar bor. Bularni hali hammasini yig'ib terilishini ko'rsataman. Просто hozir borini ko'rsatib ketyapman. Dальше. Bu birinchi etajda. Birinchi etaj uchun shit, ikkinchisi kamera, setoviy shit. Ikkita shit mana. Bu pitaniyaniki, tokniki, bunisi setniki, kamera uchun. Va kuxnya tarafda kuxnyani o'zi uchun bitta shit bor. Faqat pitaniya bor bu yerda, kamera hech narsa yo'q. Bu yerda mana 4 ta pechkani, kabeli ham chiqqan. 4 ta mana. Xo'p, 3 ta shit bo'ldi. Главный shit. Nima shu? Bu shitda kuxnya ichidagi shit, ikkinchi etajda tepadagi shitda hammasini mana shu shitdan zapitat qilinadi. То есть uchovchik, разделение, hamma narsa, то есть солнечный panel, invertor, akkumulyator hamma narsa shu yerda bo'ladi. Mana shu shitimiz ga hammasi solish kerak, xudo xohlasa. Hammasini terilishini ko'rsatib o'taman. Qanaqa tarzda bo'lishini. Eslatib o'taman. Shitlarimiz hammasi 3 faza. Bir fazalik yo'q. Kabellarimiz, kirgan kabellar haqida ham ozroq ma'lumot beraman. Mana bu 5 ga 10lik. 5 ga 10lik kabel. Kirish, to есть shit, glaniy shitdan keladigan pitaniyasi. Mana bular esa 5 ga 4lik kabel. Emas, hammasi alyumin kabel ishlatmaganmiz. Xo'p. Aslanlar qolgan 3 ga 2,5 va 2 ga 1,5 shenali kabellar ishlatilgan bizning montajda. Xo'p. Ishlarimiz shulardan iborat hozircha. Bizdan uzoqlashib ketmanglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Like va podpiska sizlardan do'stlar. Hammaga rahmat, joyga tomosha qilganlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.